Bu jarayonga ko'pchilik cho'chiydi kelgani. Aslida hech qachon cho'chimaylar. Mana Rayhon opam bemalol o'tirib plazmafarez jarayonini olyaptilar. Yaxshimisiz Rayhon opa? Rahmat. Bugun men shu klinikaga keldim. Qonim suyib turgani. Azidan burun olganmiz. Ancha bo'ldi kelmagan. Mana endi har yil bir yilda 2 marta kelaman. Mana qizlar qaranglar, qo'rqmanglar. Bu proses juda ham yaxshi proses. Bunaqa qon tozalash hammayog'i ham yo'q. Suyulatib, yaxshi tan joninglar sog' bo'lib, bizga o'xshab sakrab yugurib yuringlar. Yotib olmayapman, o'tirib olyapman. Совсем страшно emas, qizlar kelinglar. Plazmafarez muolajasi qoningizni tozalab, toksin va yallig'lanishni chiqarib tashlaydi. Natijada boshingiz yengillashadi. Allergiya kamayadi, teri tozalanadi, immunitet esa normallashadi. Qon aylanishi yaxshilanib, tanangiz yanada yengil ishlay boshlaydi. Sog'lom hayot sari birinchi qadamni bugun tashlang. Plazmafarez sizga kerak bo'ladigan yechimdir.